Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz investitsiyaga bag'ishlanadi. Ya'ni investitsiya nimaligi, ya'ni uni asosiy ko'rinishlari, tushunchalari va unga bo'lgan to'g'ri yondashuv haqida o'tamiz. Xo'sh, investitsiya o'zi nima? Investitsiya bu pulingiz siz uchun ishlashga majbur qilish san'ati hisoblanadi. Shu bilan birga investitsiya bu hozirgi mablag'ingiz, ya'ni kelajakda daromad olish maqsadida kiritish jarayoni hisoblanadi. Ya'ni oddiy qilib aytadigan bo'lsak, bu sarflagan pulingiz ertaga sizga ko'proq qiymat bilan qaytishiga tushuniladi. Investitsiya nafaqat foyda olish, balki moliyaviy mustaqillik va barqaror hayot uchun tashlangan qadam ham hisoblanadi. Shu bilan birga qatorda har bir muvaffaqiyatli investorning siri, yana bir bor qaytarib o'taman, bu vaqt, sabr va to'g'ri yondashuvga asoslanadi. Investitsiya turlari. Ya'ni investitsiyada bir qator yo'nalishlar mavjud. Ya'ni birinchisi bu real investitsiyalar. Ya'ni bunga ko'chmas mulk va bizneslar kiradi. Shu bilan bir qatorda moliyaviy investitsiyalar mavjud. Ya'ni moliyaviy investitsiyalar bu qimmatli qog'ozlar, obligatsiyalar, fondlar kiradi unga. Keyingisi intellektual investitsiya, ya'ni bu ta'lim va ko'nikmaga sarflangan investitsiya hisoblanadi. Va to'rtinchisi bu yangi kirib kelayotgan, ya'ni kriptoaktivlar, digital assets deymiz, ya'ni bu yangi ko'rinishdagi investitsiya turlari hisoblanadi. Endi bu lekin hozirgi kunda rivojlanayotgan bozor hisoblanadi. Investitsiya faqat pul emas. Ya'ni siz bilimga ham, ko'nikmaga ham, hatto o'zingizga sarmoya kiritishingiz bu investitsiya hisoblanadi. Nima uchun investitsiya qilish kerak degan savol mavjud. Ya'ni investitsiyadan qilish maqsadlari bir qancha hisoblanadi. Birinchisi bu inflyatsiyadan himoya, ya'ni iqtisodiyotdagi pulning qadrsizlanishi, ya'ni bir qanaqadir mahsulot yoki pulingiz uzoq vaqt turadigan bo'lsa, u albatta inflyatsiyaga uchraydi, ya'ni uni qadri vaqt sayin pasayib boradi. Ya'ni birinchisi bu investitsiyadan himoya. Keyingisi bu passiv daromad manbai. Investitsiyaning asosiy maqsadlaridan biri ham bu uzoq muddatli, ya'ni passiv daromadni manbai uchun investitsiya qilish. Keyingisi bu moliyaviy mustaqillik. Albatta hammani eng yuqori maqsadlaridan biri bu moliyaviy mustaqillikka, moliyaviy erkinlikka erishish uchun ham albatta investitsiya qilish zarur va oxirgisi bu sizning kelajagingiz uchun harakat hisoblanadi. To'g'ri investitsiya sizni himoya qiladi, mustaqil hayot sari olib boruvchi kalit hisoblanadi. Endi foyda va risk o'rtasidagi muvozanat. Ya'ni har doim aytaman, foyda bilan risk moliya bozorlarida yonma-yon yuradi. Tushundinglar? Ya'ni yuqori foyda bu har doim yuqori risk degan. Har doim. Ya'ni past risk, ya'ni kichik risk bu barqaror, lekin past daromad hisoblanadi. Bu nima degani? Bu degani stabil va uzoq muddatli daromad degani. Shuning uchun ham moliya bozorida doimo past riskka intilishda stabil va uzoq muddat daromad olish intilish bu asosiy maqsad. Ya'ni yuqori foydali emas. Chunki yuqori foydani ko'zlayapsizmi, siz yuqori riskka har doim tayyor turishingiz kerak. Yuqori risk bu yuqori foyda degani. Va diversifikatsiya degan mavzu. Ya'ni diversifikatsiya sizni aktivlaringizni, investitsiyalaringizni bu bir qator turlarga ajratish bo'lish, ya'ni birgina aktivga, ya'ni bizda barcha tuxumlarni bir savatga emas, ya'ni uni ajratish tushunchasi mavjud. Ya'ni turli xil aktiv turlariga, turli sektorlarga bu bo'lish hisoblanadi. Ya'ni bu diversifikatsiya riskni kamaytirish kaliti hisoblanadi. Har bir investitsiyada risk bor. Muhimi uni boshqarish, to'g'ri boshqarish. Professional investorlar riskni yo'q qilishmaydi, ular riskni nazorat qilishadi. Buni bilib olish juda ham muhim. Endi investitsiyani qanday boshlash kerak? Avvalambor buni to'g'ri yondashuvda, to'g'ri boshlash kerak deymiz.
bu moliyaviy maqsadlarni aniqlash, ya'ni bu reja o'zi maqsad nima, reja nima, eng asosiysi, eng birinchisi shundan boshlanadi. Undan keyin risk darajasi aniqlanadi. Ya'ni har bitta aktivida, har bitta investitsiya uni risklari aniqlanadi. Undan so'ng qaysi bozorda, qaysi bozorga, moliya bozoriga investitsiya qilinadigan, uni o'rganish albatta zarur. Chunki bilimsizlik juda ham ko'p muammolarga olib kelishi mumkin. Keyingisi bu kichkinadan boshlash. Doimo kichik qadamlar bilan, kichik yutuqlar bilan, sabr bilan, uzoq muddatli stabil va kayfiyat bilan boshlash zarur hisoblanadi. Investitsiya bu marafon, sprint emas. Ya'ni bu qisqa, tez emas-da. Ya'ni tez, qisqa muddatda tez katta natijaga erishish bu investitsiya emas. Investitsiya naborot uzoq muddatda marafon singari uzoq muddatda, uzoq yo'lni ko'zlagan boshlab, kichkina qadamlar bilan boshlab, lekin u davomiy, tushunasizlarmi, stabil bo'lgan yo'l hisoblanadi. Yana bir bor qaytarib o'taman, investitsiya bu sprint emas, ya'ni qisqa muddatli tez bosib o'tadigan yo'l emas. Investitsiya bu uzoq muddatli, bu marafon. Ya'ni kichkina qadamlar bilan, sabr bilan uzoq muddatli stabil natijalarni erishish bu investitsiya hisoblanadi. Va xulosa qilib aytadigan bo'lsak, har bir inson investitsiya orqali o'z kelajagini quradi. Ya'ni muhimi bu birinchisi bu bilim, ya'ni to'g'ri yondashuv, to'g'ri start. Keyingisi tahlil va sabr. Bu yerda qaranglar, ikkita bir asosiy tushunchalar bor. Bu birinchisi risk, ya'ni riskni qabul qilish va sabr qilish. Nimaga? Sababi investitsiya, moliya bozorlarida risk mavjud. Ya'ni siz ma'lum miqdorda qandaydir moliya manbasini, moliya mablag'ini siz riskka tayyor turib shu bozorga kirdingiz va bu o'tganda sprint emas, tez natija bermaydi. Shuning uchun ikkinchi qismida sabr kerak bo'ladi. Ya'ni uzoq muddatda marafon bo'lgani uchun uzoq muddat natija keltiradiganligi uchun bu soha sabr talab qiladi. Ya'ni risk qabul qilamiz va sabrli bo'lamiz. Va shunda to'g'ri yondashuv bilan, to'g'ri bilim bilan investitsiya orqali o'z kelajagimizni qurish imkoniyati bo'ladi. Hammaga rahmat.